Assalomu alaykum barchaga. Bugun bizda bitta mashina xolodilnik kelgan remontga. Sababi remontini boshladik. Egasi buni yuzini ertaman deb pichoqda teshib qo'ygan bo'lgan. Hozir biz alyumin pripoy bilan yamadik. Sekin og'zi orqalarini nima qilamiz? Vakuum zapravka qilamiz. Biz filtr almashtiramiz. Chunki teshgandan keyin bir qator ishlatib olgan. Vakuum shunday qo'yamiz. Qilgan joylarimizni tekshirib qo'yamiz. Ko'pik qilib, hozir 10 bar berganmiz. Xudo xolasa yaxshi, hamma yo'lni orqa tomonlarini filtrni yangiladik. Bu yerda ham yaxshi, xudo xolasa. Mana ham davleniyamiz ham tushyapti. Vakuum qilib sekin zapravka qilamiz. 600 gram 25 600 lik gazdan 25 gram beramiz. Xarakteristikasi bo'yicha. Bizda zapravka jarayoni biz ozgina metanol berib yuboramiz. Sababi bu yerda vlaga kirgan ehtimoli bor. Metanol ko'pchilik obmotkani yeydi, zarar qiladi deyshadi. Endi metanolsiz ham motor kuyganlarni ko'rganmiz. Lekin metanol bilan zapravka qilgan xolodilniklarimiz anchadan beri ishlayotganini ham bilamiz. Shuning uchun ko'p emas, ozgina metanol berib olsa, yoqqa aralashib vlagani yo'lini to'sadi, mabodo vlaga bo'lsa. Taxmin bilan 125 gram atrofida qo'yib zapravka qilamiz 600 gazda. Hozircha bu kulatamiz. Xo'p, 600 lik gazda davleniya, рабочий davleniya -10 bo'ladi. Ya'ni 0 dan ozgina o'tgan. Bu endi hozir aynan mas'ul. Taxminan mana shu -10 atrofida bo'lib ishlaydi 600 gazda. Xo'p, xolodilnik zapravka qilib qo'ydik. Uje maytlar o'tishni boshladi mana. Keyin maytni oq balonchik kraskada sepib chiroyli qilib qo'yamiz. Estetik jihatdan chiroyli bo'lib qoladi. Hop, tavsiya beringiz, hech qachon pichoqda kovlashmasin. Ustalar hammasi biladi-yu. Bir xilga nimalar bari pichoqni tozalab qo'yadi, teshib qo'yadi shunda.